Siz Quyoshni koinotdagi eng ulkan yulduz deb o'ylaysizmi? Men bugun sizning fikringizni o'zgartiraman. Undan avval kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu oy oxirigacha 5 mingta bo'lishimiz kerak. Qarshingizda koinotdagi eng ulkan Stephenson 218 yulduzi. Bu yulduz shu darajada ulkanki, uning ichiga bizning Quyoshimizdan naqd 10 milliard tonna sig'ib ketadi. Agar Yerni mayda qum zarrasi deb tasavvur qilsak, Stephenson 218 siz o'tirgan uydan ham katta bo'ladi. Agar uni Quyosh o'rniga qo'yib ko'rsak, u Saturn sayyorasigacha bo'lgan barcha narsani yutib yuborgan bo'lardi. Insoniyat yaratgan eng tezkor kosmik raketa Quyosh atrofini bir necha oyda aylanib chiqishi mumkin. Endi tasavvur qiling, xuddi shu kosmik kema bilan Stephenson 218 yulduzini bir marta aylanib chiqish uchun sizga naqd 500 yil vaqt kerak bo'ladi. Hatto koinotdagi eng tez narsa yorug'lik ham uning atrofini aylanib chiqish uchun naqd 9 soat vaqt sarflaydi. Yana bir fakt: Quyoshimiz 4,5 milliard yoshda bo'lsa, Stephenson 218 esa atigi 20 million yoshda. Tashqi harorati Quyosh haroratidan deyarli 2 marta kichkina, 2900 gradus Selsiy. U o'z energiyasini juda katta tezlikda yoqib yubormoqda va yaqin kelajakda koinotni larzaga keltirib, o'ta yangi yulduz bo'lib portlaydi va dahshatli qora tuynukka aylanadi. Shu kabi kosmik jismlarning o'lchamini olimlar qanday qilib aniqlaydi? Fikringizni yozib qoldiring.